Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayitlar tabrik bo'lsin. Tabrik bo'lsin. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ha, qanday holatlar? Yaxshimi o'zi? Ha, bolalarni olib keldingizmi? Ha, men bolalarni olib keldim. Ko'p yaxshi. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, aziz muxlislar, mana bugun bizda Hayit bayrami, hammalaringizni qilgan qurbonliklaringiz Alloh darg'asida qabul bo'lgan bo'lsin inshaalloh. Mana bizda bo'lsa bugun shanba kuni Hayit bayrami. Mana biz ham do'stlar hozir O'zbekistondan kelgan hoji akamiz bordi. Mana shular bilan mana bir oddiy qishloqdagi bir oddiy bozor, mana shu yerda oddiy bozor tuzatib, bozor emas, bozor qilib tuzatadilar shu yerda. Demak, bu oddiy qishloq mehnatkashlar, Alloh taoloning fazli karami bilan bugun bu yerda Eid qurbonlik bayrami bizda keyin ertasiga bular bayram qilishyapti. Afg'oniston hukumatining qarori bilan bugun o'sha hayit bunga bir kun keyinga tayinlangan ekan. Mana bu Xudoning inoyati bilan bir ulug' kunlarda kechagi afg'on juda to'xtadi. Shu bilan birgalikda to'xtaganligidan mana hozir biroz yomg'ir yog'ib o'tdi, chang to'zon pasaydi. Bu afg'on shamolini hamma yaxshi biladi. Juda bir hali bizda qo'qon shamoli degandek singarin bu ikki tomoni ochiqlikda bo'lganligi sababli juda ham qum, shu bilan birga chang, to'zon bo'ronlari bu yerda juda ko'p bo'ladi. Mana Xudoga shukr, mana bugun Eid qurbonlik hayit ekan. Bu do'stlar bilan birgalikda o'sha nimalarni tasvirga olyapmiz. Xudo xolasa tasvir mana videolarimizni kuzating. Albatta sizlarga shularni Afg'onistonning bir qishloq nima sharoitida qanday bayram qiladilar va nimalar bilan nima shug'ullanadilar. Bu kishi mana qanaqadir bir afg'on ovqati olib chiqibdilar. Har kim o'zini xohlagancha mana bu o'yinchoqlar. Ko'ramizmi nima olib chiqqani? Hoji akam, ko'ramizmi deyman, mana narsani achib pishirib. Nima ovqat pishiradi buni? No'xat pishirib kelishdi. No'xat pishirib ketdi. Endi buni hayitda ilgari bizda ham xuddi shunaqa holatlar ko'p bo'lardi. Ya'ni hayit kunlari manti, shunga o'xshagan narsalarni qilib sotishardi. Mana masjidlarni mana bu yoqgacha Amudaryo. O'sha Amudaryo o'sha to'lib oqayotganda mana tasvirlarda bor. Amudaryo shu qadar to'lib oqayaptiki. Assalomu alaykum. Yaxshimini aytdim. Mana mevalar ham kelibdi hoji aka. Mana mango ham bor ekan. Mangoni kilosimi? Kilosi qancha buni? 130. Ha. Bu taxminan nima bo'ladi? 26 ming. 26 ming so'm. 26 ming. 25 ming, 26 ming shunday bo'ladi. Demak, olsa bo'ladi. 26. Bananning kilosi qanchadan? 28 ming. 28 ming so'm. Banan qimmatmi nimadan? Bizda mana mango qimmat. Manga qimmat. Mango qayerniki bu? Bu Pokistonniki. Pokistonniki, Pokiston Jalolobod tomondan keladi, to'g'rimi? Yaxshi, yaxshi. Samsung kilosi qancha? Sarimsoq piya. Samsung piya. Samsung 30 ming. 30 ming. Ya bizda arzon ekan. Arzon. Bu apelsin qancha kilosi? Apelsin 30 ming. 30 ming, ha? Xayriya, xayriya. Bu hoji aka avvallari arzon edi mana shu apelsin. Keyingi vaqtda bilmadim bir qaysi nima bo'ldimi qimmatlashib ketdi. Bo'lmasa arzon edi avvalgi paytda. Avval payt arzon damasini ko'targanda. Nimasini ko'targan deydi? Ko'rsatni ko'targan. Nimasini ko'targan deydi? Bojxona to'lovlari ko'p bo'lgan. Bojxona to'lovi ko'tarilgan. Demak, Afg'oniston bilan Pokiston o'rtasidagi o'zaro nizo hattoki mana shu apelsinga ham ta'sir qilibdi. Hamma narsaga ta'sir qilgan. Men pomidorlar nerinki bu? Pomidor. Para? Afg'onistonning Para viloyatidan kelar ekan mana shu pomidorlar. Janubiy hudud, janubiy viloyatlar bo'ladi.
Ha. O'sha Jalolobod tomonda. Ha, o'sha yoqdan. Ha. Jalolobod tomonda. O'sha tomonda tarvuz ham shundan keladi. Sizlarda haligi nay shakar deb aytasizlar. Ha. Shakar qo'mish bu yerda o'sadimi yoki yo'qmi? Bu Jalolobodda o'ssa mumkin, Pokiston Jalolobod hududlaridan Jalolobod tarafdan kelyapti-mi shular? Hozir mana shu kichkinagina bozorchada, xudo xolasa, mana nima ham yuribdi, do'stlarimiz amillashibdi. Bu yerda bugun hayit kuni kelar ekan bular. Hayit kuni bu aytaymi bunga hayit kuni kelishadi xolosmi, yo boshqa kunlarda ham kelishadimi? Bu hayit kunlar kelishadi. Hayit kunlar kelishadi, boshqa paytda kelishmaydi. Men aytyapman, siz aytaymi hayit kuni kelib, xalqni tinchligini quruqlab turishar ekan. Bizda ham xuddi shunday. O'zbekistonda o'sha nima hayit bayram kunlari o'sha ko'pgina nimalar bizni quruqlashadi o'sha yerda. Tinchligimizda haliga O'zbekistonda ham shunaqa, biz Namangan shahrida ham shunaqa ko'pgina tinchlik bo'lishi uchun albatta bu quruqchilar kerak tinchligi uchun. Bu Tolibon hukumatining askarlari bilan. Mana kelishdi mana. Sekin-sekin o'sha o'ynagani bitta o'sha yosh bolalarni olib. Keling, o pichoqlarni olamiz. Pichoq. Mana pichoq chaqlayapti. Nimani? Bu siz assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Pichoq chaqlayapsizmi? Ha, yaxshi. Har birini qanchadan charxlab beryapsiz pichoqlarni? Men aytdim, har birini qanchadan o'tkirlab berasiz pichoqlarini dedim bulardan. Bu kishi aytayapti. U yo'q, u aytdi, har kim berganini olamiz dedi. Taloncha ber deb aytmaymiz. Narxi yo'q. Ya, narxi yo'q dedi. Shunday ham charxlab beraveradilar. Shunday ham. Ha, savob uchun. Savob uchun, ha? Ha. Rahmat. O'zlari do'konlari bor. O'zlari do'koni bor. Bu faqat bu savob uchun nima qilyapti xolos. Haligi kim hayvon nima qilmoqchi bo'lsa, so'ymoqchi bo'lsa, shunga chaqlab berishar ekan. Bepul. Rahmat. Mana bu yerga. Bolalarni olib keldik-ku. Bu bolalarni olib keldi, hali endi kelishadi. Odam hali boshlab turishida. Hozir erta ekan. Endi hozir bozorlarni olib chiqishyapti bular. Hali erta. Hozir biror soatlardan keyin namozni o'qigandan keyin albatta o'sha u paytda odam ko'p bo'ladi juda. Namozni o'qib bo'lib, undan keyin nima qilamiz? O'tirmaydi. Hali Qurbonliklarni qilib, keyin bolalarga o'sha xudo xolasa maktab bolalari ham kelishsa kerak. Assalomu alaykum. Mana bulardan so'raying nima deydi. Maktab bolalari kelishsa, nima qilishadi? Bu hayit kuniga bolalarga bir sovg'a salom tarqatib, nima qilishar ekanda bular? Ha. Shunday. Bu yerda ertalab bu Afg'onistonda bo'lsa eng qiziq odati nima? Mana shu bugun bo'ladi. Nimaga bolalar kechasi yotmaydi, ertaga hayit namozi bo'ladi deb xursandchilik bilan. Kichkina bolalargacha emzik bolalar ham olib kelishadi xursandchilikdan. Rahmat. Bir aylantirib ketishadi. Hamma xursand bo'ladi. Demak, hozir vaqt ertaligi uchun odam oz ekanda. Odam oz, hozir odam oz. Bu u yoqda bir bozor bor, katta bozor bor u yoqda. Unga yo'q, u yerda u tuni juma kuni boruvdik-ku. O'sha harmi? Tunayin boruvdik-ku, u yerda katta bozor bo'ladi. Mana bag'i Yulg'unzor, bu tomoni esa katta Amudaryo. Bu yerda xalq o'sha bu yerda asosan yana qayta bora aytamiz, Turkman xalqi. Turkman xalqi bular bu kishi o'zlari o'qimishlik hamda o'sha maktabda dars berganlari uchun o'zbek tiliga yaqin qilib gapiradilar. Haqiqiy turkman shevasida gapiradigan bo'lsalar, tushunmaymiz. Tilida tushunishimiz ancha qiyin albatta. Birodar azizlar, bular ancha suv bor, boshqa bor. Yana hozir siz aytgan o'sha qiyin ahvolda qolgan o'sha ba'zi bir joylar bor. Bular Jurjon viloyati deysiz-a? U yoqlarda suv tanqisligi bor. Suv tanqisligi bor. Ekin eksalar ham lalmi, faqat lalmi yetkazishadi. Bu bilan birgalikda u yerda turkmanlar ham bormi yo o'zbeklarmi? O'zbek, turkman u yerda hammasi. Aralash. Boshqa nimalardan ham bor.
boshqa qavmlardan ham birgalikda o'tirishadi, aralashib. Xudo xolasa agar nasib aylasa biz Xamirdagi albatta shu Jizjonga ham borishga harakat qilamiz. Agar imkon bo'lsa albatta boramiz. Mana bu bolalarning o'yinchog'i va ichimliklar. Afg'oniston ichimliklari mana bular. Keling, mana bu bolalar ham xursand, hammasi xursand. Asta-asta yig'ilyapti. Asta-asta yig'iladilar. Kommentariyada fikr va mulohazalaringizni qoldirasiz. Bu bilan bizni xursand qilib, shu ulug' ayyom kunlarida, hayit kunlariga bizga bir hafta to'xtab bo'lgan bo'ladi. Ammo shu bizni kuzatishda davom eting. Biz albatta Xudo xolasa nimani qurbonlik hayitini qanday o'tkazganligimiz to'g'risida, qurbonlikni qanday qilishlari to'g'risida albatta sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozircha esa vaqtincha hozir hayit namoziga o'qigan kirib ketyapmiz. Hozir hayit namozini o'qiymiz. Mana hey odamlar kelishib o'tiribdi. Namozga. Ha.